Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Valijon Abdullayev. Bir stilajdagi qulupnaylar holatini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Xo'sh, o'zimizni qulupnaylardan bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana salafanlarni olib tashlayapmiz biz. Yon atroflarini, tepalarini olib setga o'zini qoldiryapmiz. Sababi harorat yuqori bo'lib ketib qolyapti. Shu maqsadda ovoryapmiz mevalarini imkon boricha yaxshi, chiroyli olish maqsadida. Stilajga keladigan bo'lsak, stilajdagi qulupnaylarimiz mana sinovga ozgina buni ekkan edim ertaroq. Hozir bu mana baraqlab mevaga kirib, baklari chiroyli holatda bo'lib turibdi. Qolgan baklari ham mana qorayib, aksariyati xudo xolasa chiroyli bo'lib qoldi. Buni o'rtada bitta mevalarini ilgari kunimikin ogizdirib oldik. Ko'chatimiz salgina kam qolgan edi, shuning uchun bunga ozroq ekib qo'ydik. Sababi bular baraqlab tanob chiqaradi. Shunda olib qo'ysak 2-3 oydan keyin yana to'lib qolishi mumkin, xudo xolasa. Sababi qancha yosh ko'chat bo'lsa, baquvvat bo'lib borib beraveradi, meva beraveradi. Xo'sh, buni ham ko'rsatib o'tganmiz. Bu yaponskiy navimiz. Bu yerga perlit qilib qo'shganmiz. Bu perlitsiz qo'shilgan. Xo'sh, bularimiz yangi kokosga qilingan, kokos yetishtirishga Shri-Lankaniki. Bu eskisi qilingan. Endi sinovlardan bir qator bilib olamiz. Eskisida qanaqa natija beradi, yangisida qanaqa natija beradi. Eskisini ham qo'llasa bo'ladimi, yo'qmi? Hammasi sinovda orqasidan xudo xolasa. Bitta mevalarni ogizib oldik. Endi bu mevalar inshaalloh chiroyli bo'lib boradi mana. Xo'sh. Hozircha menimcha kamchilik sezilmayapti. Suvlar normal holatda, pH esilari normal holatda. Baklarga qaraganda holat yaxshi inshaalloh. Hali bir tepasiga setkani yopmadik. Endi yopamiz xudo xolasa. Taylarini ham bitta tozalab, tekis qilib bir qora salafan yopamizmi, agressivpan yopamizmi, pokiza qilamiz xudo xolasa. Qulupnaylarimizni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman inshaalloh. Kingsberrylarimiz holati mana shunaqa. Hozirgi holat mana. Kingsberrylarda oldin ham aytganman, ustunlik tarafi yirikligida. Hozir mana shular Adbor Plus mana. Hozir juda Adbor Plusni topish ancha amri mahol. Xudo xolasa holatlari yaxshi. Bular Adbor. Bunaqa meva berib bo'lganlarni shodalarni 2 batalab oldirdik. Bu uchinchisi mana bitta, 2ta, 3ta, 4ta shoda. 4ta shoda olsangiz ham misol yaxshi normal holat bo'ladi menimcha. Mana bu yangi gullar. Undan keyin yana bitta yangi gul bor menimcha. Mana bu yerda. Bu degani may ichi ham inshaalloh hosil olamiz ulardan. Hozir mana Charlie, Aziya, Mantare juda ko'p sortlar chiqib ketdi. Xudo xolasa ularning ham narxlari o'ziga yarasha. Lekin bularki koreyskiylarki hali ham eng balati chempioni. Yirik chiroyli qiladigan bo'lsangiz 200 ming so'mdan sota olasiz. 180-200 ming so'm. Lekin 50 ming so'mlik qulupnaylarimiz ham bor. Sababi garohlarda, melkilar shunaqa arzon beramiz. Beshlikka qilib borgan sari qulupnaylarimizni arzonlattirib boraveramiz-da. Buni ham o'zini oladigan joylari bor, o'zini klientlari bor. Puldor akalar oladi endi yig'ib-yig'ib. Oddiy bozorga 80 ming so'm, 100 ming so'm ham beryapmiz. Mana holat. Gullar mana. Shu gullar endi 1 oy, 1,5 oygacha berib turadi inshaalloh. Solgan bilan Kingsberryda yana bitta farqli holati ko'pchilik so'rashardi, ko'proq aytib bering, tushuntirib bering deb. Kingsberry ozgina issiqda ham meva beradigan sort. Misol yoz ichi bermaydi, lekin may oyi ham bemalol hosil beradi. Даже iyunga ham o'tishi mumkin. Shunaqa holat. Bizga mayda oxirigacha hosil bersa ham yetadi, sabab buni bu yog'iga yerni tayyorlash, dezinfeksiya jarayonlari shunaqa.
Yangi gullar mana. Endi ko'pchilik nimaga gul chiqarmayapti? Nimaga bizda qulpnay g'ovlab ketyapti deb ko'pchilik so'rashadi. Endi e'tiborli bo'lishimiz kerak, sababi mana bu narsa tezroq olishimiz kerak. Shu narsani olganda keyingi etap, misol karshasiga suv bo'ndiydi, ozuqa yaxshi tomonga yo'naltiriladi. Eski baklar ham olinish kerak. Keyin o'sha aprelga o'tib, mart oxiridan azotni batamom to'xtatsangiz ham bo'ladi. Sababi azot g'ovlab beradi. Manaqa bo'yi pastroq bo'lmaydi, u yarim metr bo'lib ketib qoladi. Hosil olishingiz ancha qiyinlashadi. Keyin bu issiq kunlarda trips bilan o'rgamchakana juda hushyor bo'ladi. Darrov kelib ko'chatingizga o'rnashadi gullari. Shuning uchun dezinfeksiya jarayonlarini misol tezda qilib turish kerak. Har 10 kunda bir, 2 haftada bir. Endi keyingi yilga qoldirilgan Kingsbury ko'chatlarimizni ham bir ko'rsatib o'taman inshaalloh. Bu tomonga ham yetib kelyapmiz. Tandon issiqxonalarimizga. Bu Solhan. Yaxshi ko'ryapti bilmadim. Solhanlarimiz ham mana yangi gullari bor, xudo xolasa. Baklar holati yaxshi. Mana shu yerda 1, 2, 3, 4 ta shoda. Lekin Solhanlarimiz tabi Kingsbury'dan ko'ra maydaroq bo'ladi. Mana gullarimiz ham mana xudo xolasa may ichi hosil olishga niyat qilib qo'yganmiz, lekin maydaroq hosil olamiz, iloji yo'q. Solhanimiz shunaqa bo'ladi o'zi. Issiq pishgan hisobidan tez-tezda pishib qoladi, shuning uchun maydaroq, mazasi ham qochadi. Endi Kingsbury'larga, yaponskiylarga o'tamiz. Bu yerda keyingi yilga qoldirilgan Kingsbury mana. Bular ham yomon emas, juda chiroyli holatda. Lekin bunday ko'radigan bo'lsangiz, mana bu Kingsbury, hammasi Kingsbury, bitta mashqotor yaponskiy. Barglaridan ham ajratsangiz bo'ladi, mana baklari tim qora, baquvvat, chiroyli bo'lib turibdi. Mana o'zi ajrab bunday ko'rsizmi? Alohida bo'lib turibdi mashqotor. Shodalarni mana uzun tashagan mana. Burasi ham bitta bilan terish borgan, mana Solhanga o'xshagan. Bu Kingsbury mana, rangi sal ochroq. Bu mana yaponskiy. Yonida Kingsbury mana yaponskiy. Bagini qanday ko'rsatsam mumkin sizlarga? Mana meni qarchim katta, 25 sm. 30 santimetrlar. Shapalog'imdan katta-da hozir. Sababi bu F1 Yaponiyadan ashpiramayapti deganmiz ko'chatini. Hosillari yaxshi, uzun tashlar ekan. Kingsbury uzun tashardi, bu Kingsburydan ham uzunroq tashar ekan. Endi buni issiqxonaga emas, biz bez отопления joyiga qo'yganmiz. Bu yil inshaalloh issiqxonaga qo'yamiz. Mana hozir 10 santimetr, 40 santimetrlar bo'libdi deb depaska yotadi. Uzun yergacha tushadi. Mevasi bu ham lekin Kingsbury joyga katta emas, lekin qattiqligi, chiroyliligi menga yoqdi. Bittaman terib olganmiz buni. Bu yil endi stilajda ham sinaymiz buni. Mana atborlari. Bu yerda yaponskiy 3 xil sortda ekilgan. Oldingi videolarimda ko'rsatganman sizlarga. Angel Yosobishi Akihime. Xudo xolasa endi natijasini ko'rib boramiz. Balki yozga ham chidamliroqdir bu. Hozir mana 4 ta 5 tadan shodasi bor, xudo xolasa. Hozir ham yomon emas. Inshaalloh. Tomonida Akihime bor, u juda ko'p hosil so'rar ekan. Mig'irlatib borar ekan. Hosilda juda ko'p solar ekan. Bu oq qulpnoylarimiz.
Oq qulupnaylarimiz ham issiqda tezroq pishib, maydalashib qolyapti. Oq qulupnaylar. Oq qulupnaylarda ham bir o'zgacha hid, o'zgacha ta'mi. Boshqacha. Mana yangi gullar chiqib kelyapti. Balki ham yana uzunchoqroq bo'lar ekan. Kingsberryga o'xshash ekanda qisqasi. Lekin juda serhosil ekan bu. Mana shunaqa gaplar. Kingsberrylarimiz ham yomon emas. Mana Kingsberrylarimiz. Yalloh. Mana keyingi yilga bo'lgan taqdirda ham mana adborlarimiz pishib yotibdi. Mana juda chiroyli figura, qattiqligi ham yaxshi, bleski juda zo'r. Yana bitta ustunlik tomoni Kingsberry yozda ham shirin bo'ladi. Shunaqa. Mashitlar 100% bezataplikda holatda pishdi. Mana hosillar. Mana shu yerda 1,5 kilo hosil bo'ldi inshaalloh. Buni ham qo'shganda 4 tasi 125 grammdan bo'lgan taqdirda hamda Allohga shukrlar bo'lsin. Shu o'rinda yana bir aytib ketaman. Bu yil inshaalloh hamma ko'chatlarimiz kokosoviy strushkaga bo'ladi. Dezinfeksiyalangan, tozalangan, yaxshi holatda inshaalloh. Xo'sh, 48 talik kasetada bo'ladi. Keyin katta tuvaylarda ham bo'ladi inshaalloh. Narxlari el bahosi bo'ladi shu paytda. O'sha 3-4 oy oldin narxlar chiqadi inshaalloh. Endi stilajga ekaman deganlar ham, tuproqqa ekaman deganlar ham ko'chatga zakaz bersanglar bo'ladi. O'sha zakaz olishni boshlaganmiz, zakazlar ham berib bo'lishgan uchun. Xudo xolasa. Hosillarimiz. Arlarimiz shimilaridan qolgan. Tabiiylar ham yonboshdan kiryapti. Hozirgi holat yaxshi, ichkarida harorat. Lekin bu salafonni ham oldirib olish niyatimiz bor. Setkani o'zini qoldiramiz. Endi bitta minus tomoni bo'ladi, yo yong'oqganchilik bo'ladigan bo'lsa, qulupnayizni shu kuni tera olmaysiz. Shu. Keyin yong'oqganchilik bo'lsa, mana mashetlarga suv to'planib, shu yerda qulupnayiz bo'lsa, shu qulupnaylar chirib qoladi. Shu tomoni bor minus. Atak salafan o'ta isib ketib qoladigan bo'lsa, kecha issiqlik beradi, 5-6 gradus isitib yuboradi endi. Lekin hozirgi holat uchun yaxshi. Hozir mana soat 3:30 bo'lgan bo'lsa, juda mo'tadil havo. 28 atrofida. Salqinligi ham yaxshi. Xo'sh, spektrni ham bir ko'raylikchi. Mana quyoshga qaratadigan bo'lsak, 49-50 turibdi buni. Juda yaxshi. Lekin tashqariga chiqadigan bo'lsangiz, tashqarida bu 120 tepasi. Quyosh nuri. Ush, esdan chiqib qolay debdi sizlarga Albion Buranoni ko'rsatish. Biz xolalarimizni o'tib boramiz. Bu yerda ham Kingsberry keyingiga qoldirilgan. Bu yerda Albion. Albionni kuzatsanglar bo'ladi. Keyingi yilga qoldirilgan, mevalari juda, mana gullari juda ko'pgina bo'lib, mana sababi tay baquvvat. Tepasiga setka yopganimiz yo'q. Endi yopamiz inshaalloh. Ozgina kamchiliklari bor, sababi yozda yo'qotishlar bo'lgan. 2-yilga qoldirilgani uchun har qalay eplasa bo'ladigan darajada. Bu Murano. Muranolarimiz hozir gulini ko'radigan bo'lsangiz, yo bismillah. Juda ko'p mana. Murano. Arilar tabiiy holatda kelib rosa changlatyapti mana. Gullarni ko'radigan bo'lsangiz, pechaqqanga o'xshab ketgan. Pechak gul dedim. Mana, oho. Bilmayman nechta bor ekan, 50 ta bormi, 100 ta bormi?
bir tut joyda. Bu keyingi yilga qoldirilgan holat mana gullar. Yaqinda mevalari chiqqanda ozgina changlamaganini bitta tozalatkizamiz inshaalloh. Mana arilarimiz tabiiy holatga joylanadi. Holatni bir ko'ramiz. Endi yangi ekilganlarni ko'ramiz. Yangi ekilgan albionlar kuzda ekilgan. Tepalariga setka tortilgan, salafan yo'q. Tabiiy holatda. Biz salafan tortmadik, sababi sal kechroq pishsa ham bizga yana yaxshi bo'laveradi, farqi yo'q. Bu albionlar ham baklari yaltirab, juda chiroyli holatda. Mana gullar baquvvat bo'lib, bular kuzda ekilgan, eslatib qo'ying. Bahorda ekilgani bu darajada baquvvat bo'lmaydi. Bo'ladi, sal bundan ko'ra sal sustroq bo'ladi. Sababi tomir bu darajada yetilmaydi. Xudo xolasa bu yil albion Muranovning ham ko'chatlari ko'p bo'ladi inshaalloh. Zakaz beruvchilar ogohlantirib zakaz berishingiz mumkin. Mayli, tan joyinglar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Alloh o'zi qo'llasin.